Assalomu alaykum bizning kuzatuvchilarimiz, obunachilarimiz. Mana bizni Sirdaryo qovun bozoridamiz. Mana Xudo xolasa qovunlar narxini sizga aytamiz. Sirdaryo Abdalin qovun bozoridamiz. Bugun 6-avgust sanamiz. Assalomu alaykum. Bash qovun nechi pul ekan aka? Nechi pul sotyapsiz? Boboy bor edi, boboy. Necha obuna bor? Hozir buni egalari yo'q ekan. Obuna nechi pul ekan aka? 16.000 so'm. 16 mingga sotishyapti ekan. Bu nechi soniga nechta bu? Bu 155 ta. Mana 155 ta bir joyga oladigan bo'lsa 16 mingdan beryapti ekan. Qovunlar yaxshi ekan, sveji. Kelishtirib berar ekan. Telefon nomerni aytaverasizmi? 88lik 88lik 565 565 1214. 1214 nomerlari mana. Damazda bemalol. Damazda ham bitta raqami mana. Yangi 20 kunlik Damaz. Mana yangi Damazga mana ortib ketdilar aka, yashang mana. Barakasini bersin mana. Bemalol telefonlashib 18 dan sotganmiz. Qo'lida ham bor-a? Qo'lida 5 gektar bor. Qo'liga ham bor ekan mana. Akam bilan mana dastlabki ham bor ekan mana akamni. Bemalol telefon qilib mana dastlabki ham chiqarib ekanlar. Ke bozoringiz bersin, rahmat. Kattakon.